nimaga vaqtliroq aytmagansiz deb mendan xafa bo'lib ham qo'yasizlar. Ey tavba, qizlar. Ya'ni bitta klientimiz mendan narsa zakaz qildilar-da, 450 ming bo'ldi. Hozir siz o'zingiz a'zo qilib qo'yaman dedim. A'zo bo'lganingizdan keyin sizga shu narsalar 350 ming so'mga keladi. 20% chegirmamizga ega bo'lasiz. Voy, a'zo bo'lish uchun pullimi dedilar. Yo'q, a'zo bo'lish bepul dedim. Har safar zakaz urishim kerakmi dedilar. Yo'q, xohlaganingizni zakaz urasiz. Uyingizga, o'zingizga bu narsalar kerak bo'lganda urasiz dedim. Va unda a'zo qilib qo'ya qoling. Bab tekin ekan-ku dedilar. Bepulga a'zo bo'lib 20% chegirmamizga ega bo'ldilar. Qaranglar, o'zlari oilalari uchun hamma narsalarni zakaz qo'yganlar. Hamnaqa nakladni qog'oz ostida keladi. Katalog narxida necha pul va sizni chegirmangiz necha pulligi. Undan tashqari bu mayli, kompaniyamiz tomonidan bunaqa ikkita krem podarkaga ham keladi. Shuncha narsa xarid qilganlariga 350 ming so'mlik xarid qilganlarga ikkita krem podarkaga keladi. Ya'ni qanaqa kremlar podarkaga keladi? Yuzni tiniqlashtiruvchi, yuzni tortib beruvchi ikkita kremimiz sovg'aga oladilar. Siz nimaga vaqtingizni yo'qotyapsiz? Kommentariyada shogird so'zini qoldiring yoki direkt yozing. Sizga ham shunaqa chegirmada olishni, yoniga sovg'alar qo'shib olishni o'rgating.